men. Odam emasman qol desam, odam emasman qol desam, ketaver, ketaver, nomard bo'lay qol desam. Bolam tinchlikmi? Bu bilan chaqdimi? Sevgidan kuydim men dada. Qayering kuydi, nima bo'ldi? Prikol qilmang dada. Yo, bez prikol nima bo'ldi, bolam? Sevgan qizimni boshqa bola bilan ushlab oldi, представляешь? Qo'ya shunga siqilasanmi? Yo, meni nimam kam o'sha bo'ladi. Oshiq, senda ko'p. Qo'y bolam, siqilma, xonaga kir. Onangga aytaman, yig'ishtirib qo'yadi. Tozalab qo'ysam bo'ladi. Ha, tozalaydi. Sen sindiraver, onang tozalaydi, onang nima gir. Xayrli tong sevishganlar. Kompot o'g'lim qayerga? Sevgilim bilan uchrashuvga. Kechirdingmi? Gaplashdim, prosta qo'lidan ushlagan ekan, lekin yoqmabdi. Qizga yoqmabdimi? Yo, bola aytdi, yoqmadi dedi. Men ketdim. Sevgilim moliga sevish kelay. Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shuniz. Qo'char shu muzikangni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men. Sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam menga. Deb bo'ldi, jonga ham tegding, sen bir sevmay ekan. Seni dastingda mana ona bechalarni qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Dada. Halo, o'g'li zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi, qachon bo'ladi? Sog'lom, xayr. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qilamiz? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Meni sevish kelay. Shuniz kimga tortdi? Raddonda Nita tortgan. Ha? Aksher Nita tortgan. Odam emasman qol desam, odam emasman. Kompot bo'lam sinmaydi u. Nimaga sinmayapti buningiz? Ya uydagi hamma oynalarni sindirgandan keyin polni akva romlardan qo'ydirdim. Ana shovqining qo'shnilarga ishlayapti ekan. Bu romlarda eshitilmaydi. Baquvvat romlar, ishonchli romlar bu. O'lama, yana nima bo'ldi? Yana zapalmi? Sevgan qizimni rasmlari Telegram kanalida tarqab ketibdi. Voy, bo'lay sharmanda. Qaysi kanalga? Да, любимая. На дома. Сейчас. Сейчас ухожу. Dada, men sevgan qizim bilan uchrashuvga chiqib kelay. Ya soat kechki 1 bo'ldi. Qayerda ko'rishasan? Klubga chaqiryapti. Bemalol gaplashamiz deyapti. Men ketdim. Qaysi klub aka? Shaxmatchilar klubimi? Balla qizlar klubimikin? Yayra kitobxon klubimi? Ya soat 1da qaysi klub ishlaydi? Faqat o'sha klub ishlaydi turmasi bor.